Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, podpischiklarim, tinchmisizlar? Charchamabsizlarmi? Ishga chiqdim. O'nta plita qo'ydim hozir. Yana o'nta qo'yaman, hozir kutib o'tiraman endi kelishini. O'sha yerga G'ijduvon pitakka. Ikkinchi etajga plita qo'ydim hozir ko'rishdim. Ana ikkinchi etajning yarmiga o'nta plita qo'ydim. Hozir yana keladi plita. Yana o'nta plita qo'yaman, 20 ta plita. Ish bo'libdi, ishlayapman hozircha. 3 kundan beri. Badiya bor. Trosu bor, hamma narsa bor. Kecha 16 tonnalik konteyner kelganda 16 tonnalik konteynerni video qilolmadim. Abetni qilib, qo'rimni yorib, qolgan yarmini bo'shlagan. Mana o'nta yana plitamiz ham keldi, keyingisi plita qo'yamiz endi ham. Qolgan yarmini. Ertalab barvaqt boshlash kerak edi, abetgacha bo'lardi. Kechroq boshladim, abetdan keyin qolib ketdi. Ana jigarlar, podpischilar, ishni tugatdik. Ana endi kranni yig'amiz. Hozircha paka ish yo'q boshqa. Endi go uyiga. Nima savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar. Nima so'ramoqchi bo'lsangizlar so'ranglar, qo'ldan kelgancha yordam beraman, harakat qilaman javob berishga. Video qilibmi, yozmami, farqi yo'q. Like, podpiska bosib turganlarga katta rahmat. Ishlaringizga omad, charchamanglar. Sog' bo'linglar.